Hurmatli bugun YouTube kuzatuvchilari, agar mabodo sizni hech olmasa jiyaningiz bo'ladigan bo'lsa, endi ko'pchilikni farzandi borligi aniq. Mabodo jiyanlaringizga bo'ladigan bo'lsa ham bugun izboskanni markazlaridan biri desak ham bo'laveradi. Ya'ni voyinkomatga yetmasdan stomatologiyaning to'g'risida, ya'ni prez yonidagi do'konlarda bugun ko'rib turganingizdek har xil brendlar bilan keladigan do'konni kichkina bo'lsa ham obzorini qilib beramiz. Eng muhim narsalardan biri hozirgi kunda shkolniy sezon boshlandi deymizmi? Shkolniy sezon, ya'ni ko'rib turganingizdek manaqa loferlar, umuman hozir bolalar ham juda injiq bo'lib ketganligi, yosh yigitlar, kattalar hozir lofer kiyganda biz kiymaymizmi degan holatlar bo'lishi mumkin. Qarang, juda ham chiroyli holatdagi oyoq kiyimlar, zamishi bor ekan. Mana ko'rib turganingizdek zamishlari har xil modellari bor ekan. Undan tashqari mana Jordan deymizmi? Mana Jordan deb qo'yishadi. Buni bolalar juda ham yaxshi ko'rishadi. Endi biz ham shunaqa yoshda yaxshi ko'rganmiz biz ham. Undan tashqari agar skromniyroq modellar desangiz, xullas har xil modellar. Endi sezon boshlanyapti-yu. Hozirgi kunda bilasiz, o'smir yoshlarga juda ham narsa topish qiyin. Sababi haligi yo katta emas, yo kichkina emas, juda ham qiyin yoshdagi bolalarga ham ko'rib turganingizdek mahsulotlar bor ekan. Narxlar deydiganga narxi Jahon bozor narxida. Sababi bilasiz, oldin Optimda turadiganlar Jahon bozorga bomba tushgandan keyin hammasi haligi ko'makadi yo'lidagi yangi qurilganga o'tib ketdi yoki magazinlarga chiqib ketishdi. Xuddi shu holat hozirda endi izboskanlik tadbirkorlar ham endi bilasiz, Jahon bozorga hamma har joydan borardi. Endi hozir har bir tuman shahardagilar o'zida yoki magazinga yoki u yerga borgani uchun bugun izboskanlik tadbirkorlar aynan xuddi shu do'konda ko'rib turganingizdek hamma oyoq kiyimlarni olib kelib qo'yishibdi. Aynan faqat bolajonlar emas, undan tashqari krossovkalar deymizmi? Ko'rib turganingizdek manaqa Boss, Ekodan, xullas har xil modeldagi umuman krossovka modellar, skromniy masalan tufli modellar, bu yerda cheshka modellar, hamma turdagi mahsulotlar bor. Undan tashqari futbolga qiziqadiganlar bo'lsa, bu yerda butsani sarakonoshkalari, undan tashqari manaqa tishlilaridan har xillari ham bor ekan. Menimcha buni oladigan bo'lsangiz maza qilib o'ynash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bir gap bilan aytganda, narx masalasida bir joyga borib, qiynalib, bir narsa qilishni kerak yo'q. Sababi narx masalasi bilasiz, tumanda hech qachon juda ham qimmat bahoda, bir haligi magazin bahosida bo'lmaydi. Chiroyli narxda qilib berishadi. Sizga xizmat ko'rsatishdan xursand bo'lishadi. Manaqa ko'rib turganingizdek mana korishniy narsalar ham hozirgi kunda modaga kirib boryapti. Korishniy. Xullas bir gap bilan aytganda oyoq kiyimni umumiy turlariga bemalol kelishingiz mumkin. Men pastda kimga telefon qilishingiz mumkinligi yoki uzoqroqdan yoki qayerdandir bilmaganlar bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimizda doimgidek lokatsiyani biriktirib qo'yamiz. Adashmasam bu do'kon Mansur Hoji aka do'koni edi. Mansur Hoji aka ham ko'p qirrali, serqirrali insonda. Bir qarasang nimada yurgan bo'ladi, umrada odamlarni umra qildirayotgan bo'ladi. Bir qarasang bu yerda tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan bo'ladi. Bir qarasang mashinada maza qilib Kia Sorentlarni minib yurgan bo'ladi yoki Kia Sorento minadi aytmoqchi. Birato'la ozgina o'ziga ham obzorni ketdi, eshitsa xursand bo'lib qoladi. Xullas bir gap bilan aytganda narx, sifat xohlagan yo'nalishingizda. To'g'ri, bitta narsani aytib o'tish kerak. Hamma narsasi o'ta krutoy deyilmaydi. Lekin krutoy kerak bo'lsa, krutoy ham bor, o'rtasi kerak bo'lsa, o'rtasi ham bor. Narx masalasida xullas kelib, solishtirib o'zingizga yoqqanini olish imkoniyatiga egasiz. Bunaqa imkoniyatdan foydalanish uchun albatta magazinga keling. Shkolniy sezonida hozirgi kunda o'tkazib yubormang, issiqda yurmang. Maza qilib shu yerda razmeri tushmadi, u bo'lmadi, bu bo'lmadi. Keling, eng yoqqanini olib keting. Bizni kuzatishda davom eting. Sababi sizga manfaatli videolarni albatta bizdan topishingiz mumkin. Aloqaga chiqing.